Qon aylanishi bilan noto'g'ri ovqatlanish bir-biriga chambarchas bog'liq. Ya'ni kalsiyga boy noz-ne'matlarni yeyishimiz. Assalomu alaykum. Men nutritsiolog Xayrullo Yunusov bo'laman va bugun sizlar bilan bo'g'im og'riqlari haqida gaplashamiz va bo'g'im kasalliklarida qilinadigan xato haqida ma'lumot berib o'taman. Insonlardagi bo'g'im og'riqlari, bo'g'im kasalliklari bu bo'g'imni ichida, ya'ni ichkarida bo'layotgan jarayon oqibatida bo'ladi va bu og'riq oqibatida tanaga signal beriladi. Endi bu Allohning qudrati, qaysi joyda muammo bo'layotganini bilishimiz uchun. Ichkaridagi muammolar ba'zi bir sabablarga ko'ra bo'ladi, ya'ni belgilari bo'g'imlarning g'ichirlashi, qirsillashi, zinadan chiqayotganda og'riq, ko'p yurganda, yugurgandagi og'riqlar. Bu kasalliklarni keltirib chiqaradigan sabablar esa turli xil. Bulardan eng kattalari birinchisi qon aylanishi buzilishi, noto'g'ri ovqatlanish va harakatsizlik ta'sirida yuzaga keladi. Qon aylanishi bilan noto'g'ri ovqatlanish bir-biriga chambarchas bog'liq. Ya'ni to'g'ri ovqatlanmagandan keyin fast foodlar, qovurilgan ovqatlar, har xil vitaminga boy narsalarni yemasdan zararli narsa, achchiq sho'r ovqatlarni ko'p yeyish oqibatida tanamizga kerak bo'lgan, ishlashi uchun, faoliyat uchun kerak bo'lgan ozuqalarsiz qolib ketadi. Shuni oqibatida kasalliklar yuzaga keladi. U vitaminlarni yemaganimizdan keyin, to'g'ri noz-ne'matlarni, sabzavotlarni yemaganimizdan keyin qonga qanaqa o'tsin vitamin va minerallar. Qon organizmda tashuvchi vazifasini bajaradi. Hamma a'zolarimizga yetkazib beradi kerakli ovqatlarini. Jaydari qilib aytadigan bo'lsak. Chunki bo'g'imlar orasidagi sinovial parda, sinovial suyuqlik ishlab chiqarish uchun unga ham ozuqalar kerak. Suyini mustahkamligini ta'minlab berish uchun kalsiy kerak. Buni sut va sut mahsulotlarida bor. Xo'p. Qon aylanishi buzilishi, noto'g'ri ovqatlanishi, uchinchisi harakatsizlik. Hozirda ko'pchilik ofisda ishlaydi, kompyuterda o'tiradi, telefonda o'tiradi. Hattoki uy bekalarimiz ham kirlarini yuvadigan mashina bor. Qulayliklar juda ham ko'p. O'zingizlar biladigan odamlarning orasida barmoq bilan sanoqlilarigina ertalab turib badan tarbiya qiladi, o'tirib turish mashqlari, yugurish mashqlarini juda kam sonli odamlar bajarishadi. Harakatsizlik oqibatida birinchisiga qaytamiz, ya'ni qon sekin aylanadi, qon aylanishi buziladi. Bu yerdan xato ovqatlanamiz. Bularning hammasi kasalligini kuchaytiradi xolos. Bo'g'im og'riqlarida poliartrit, artrit, artroz, osteoxondroz, koksartroz kabi kuchli kasalliklarida davolash uchun u kasalliklarni keltirib chiqargan sababi bilan kurashish kerak. Ya'ni kalsiyga boy noz-ne'matlarni yeyishimiz, sut va sut mahsulotlari, ilish sho'rvalar va qattiq pishloqlar, eriydigan pishloqlar. Bularda kalsiy miqdori juda ham ko'p. Qovurilgan sho'r, achchiq ovqatlar faqat zarar hisoblanadi, sho'r va achchiq. Bo'g'imlardagi tuzlarning yig'ilishiga ham o'sha sababchi bo'ladi. Harakatsizlik unga plus. Keyin o'sha sabablarini to'g'rilaganimiz hisobiga ancha kasalliklardan tuzalishimiz mumkin haqiqatdan. Lekin bizning xalqimiz, insonlarimiz nima qilishadi? Sal bo'g'im og'risa, sovuq tegandir deb maz olib, maz surishadi. Maz qizdirib beradi, og'riqni bosib beradi, lekin u davolamaydi. Bo'g'imlardagi og'riq terini tagida emas, 1-2 santimetr ichkarida bo'layotgan bo'ladi. Mazlarni surib, og'riqlar qo'yotdi, insonlar tuzaldim deb o'ylaydi. Buni oqibatida vaqt cho'zilib ketadimi? Kun, hafta, oy o'tadimi? Ichkarida yallig'lanish, yemirilish esa davom etayotgan bo'ladi. Hech qachon kasallik kutib turmaydi. Bu davolanishni boshlasin, pul topsin, keyin tuzaladi deb. Kasallik har doim vaqt o'tgan sari kuchayib boradi faqatgina. Mazda bo'lsa bu odamlarni vaqtinchalik aldaydi. Va zarari ham shunda. Ikkinchi zarari bo'lsa, qizdirgani hisobiga, og'riqlarni uxlatgani hisobiga terini nima qiladi? Yupqalashtirib yuboradi va terini tagidagi qon tomirlarini yorilishiga olib keladi. Qon aylanishini yaxshilab berishi mumkin qizdirib, vaqtinchaligiga bu. Davolamaydi bu.
Hattoki hozirgi ko'p mutaxassislar mazza yozib beradi bo'g'imlar olayotgan odamlarga. Ya'ni mana shuni surib turgin, og'riqlaring qolsin, lekin ichkarida kasallik kuchayaversin deb ertaga suyaklaring yemirilib ketgandan keyin qimmatga lechini olasan degan ma'noda. O'shaning uchun sog'liqqa befarq bo'lmaymiz va kasallikning sababi bilan kurashamiz. Shu va shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni bilgili kelsa, bizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. Kommentariyalarga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Agar savollaringiz bo'lsa bersanglar, ilmimiz yetganicha, Alloh o'zi bildirganicha tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Va raqam qoldirgan bo'lsa, bizani sog'lomlashtirish markazimizga aloqaga chiqib maslahat so'rasanglar bo'ladi. Biz bilimimizni, ilmimizni ayamaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.